Xabaringlar bor, Islom banki O'zbekistonga kirib kelyapti. Islom banklari foizsiz kreditlar beradi. Unda bu bank nimadan foyda qiladi? Chunki hammaga ma'lum, banklar kreditlardan to'lanadigan foizlardan asosiy daromadini shundan ko'radi. Islom bankichi nima foyda qilmay faqat quruq rahmatga ishlaydimi? Keling shuni ko'rib chiqamiz. Masalan, oddiy misol qilib aytamiz. Siz oziq-ovqat do'konini ochmoqchisiz. Sizga 100 million kredit kerak. Agar siz oddiy bankka borib 100 million kredit olmoqchi bo'lsangiz, kerakli hujjatlarni taqdim qilasiz, bank sizni qo'lingizga 100 million kredit beradi. Siz xohlasangiz u pulni qurilishga ishlatasiz, xohlasangiz do'koningizga narsa olasiz, xohlagan narsangizga ishlatishingiz mumkin. Lekin Islom bankida unaqa emas. Agar siz kredit olmoqchi bo'lib Islom bankiga murojaat qiladigan bo'lsangiz, bank sizdan bu 100 millionga nima olmoqchiligingizni so'raydi. Masalan, siz bu 100 millionga 6 ta xolodilnik bilan 2 ta konditsioner olmoqchisiz. Bank sizni qo'lingizga pul bermaydi, balki shu mahsulotlarni, ya'ni 6 ta xolodilnik bilan 2 ta konditsionerni sizga olib beradi. 100 million bo'ladigan bo'lsa, sizga uni 120 millionga chiqazib beradi. Bu degani siz bankka ortiqcha foiz to'lamaysiz. 120 millionni kelishilgan 3 yildami, 2 yildami bankka bo'lib qaytarasiz. Hech qanaqa penyalar hisoblanmaydi. Islom banklari O'zbekistonda ochilishini shaxsan juda ham xohlayman. Chunki xalqimiz buni kutyapti va yaqin yillarda Xudo xolisa Islom banki ochilishini ham ko'ramiz. Balki o'zimiz ham o'sha yerlarda xizmat qilarmiz.